Xudo akang chaqirib chiqqan kirpichlar to'shislar o'zi. Sen nima issiqda shapka kiyib chiqding? Siz ham kostyum kiygansiz-ku. Hamsi o'rmang, yaxshimisiz? Ha, usti qanday yaxshi? Yaxshi, rahmat. Kirpishlar tosh etibsizmi? Havo ko'chiramiz suv Yaxshi, yaqin. zo'r. Menga qarang qani, katta o'g'lingiz jilli-pilli bo'lganmi yo? Issiqda shapka kiyib yuribdi. Siz ham telpak kiyib yuribsiz-ku. Dada tosh bo'ldik biza. Bo'ldimda damlar zo'laring yo'q. Ya shoshilmang. Bu yerdan kirpishlar oldirish kerak. Nima? Mani bir diyor Ramsi ham bor-ku, o'lgan. Tushunmay kirdi kecha. Bu yerda kirpish to'xtasa o'yingizdan baraka ketar ekan. Aytdimmi tushundim. Aha. Bo'ldimda joyiga yetib qo'yinglar kirpichlar, hammasini toshib. Davlat. Menga qarang Hamsiya, Ilhom Salarkachi bor-ku, o'tgan hafta tushunmay kirdi. Ana shu tushunmay kirib, hovlidan hamnaqa katta daraxt to'xtasa, uydan baraka qoch ekan. Shu uchun buni bachalari oldiring. Seriozmi? Aha, rostdan. Bachalar, ana shu daraxt hovlimizda o'z teshqoriga ko'chiramiz. Tushundinglarmi? Hovlida to'xtamasin bu. Nimaga ko'chiramiz? 30 yildan beri shu yerda to'xtang. Hech narsa ham bayoni yo'q. Kim aytdi sizga ko'chiramiz deb? Hamsayasi tushiga kiribdi. Bu hovlida to'xtasa baraka qochamiz. Davay, ko'chiringlar buni. Joni ham tegdi shu hamsaya. Aka, dadam uxladimi? Turmaslardan Bellissimodan pizza aytdim, shuni yegayli. Bu qanday dastavka qildirding? Ha, hozir Bellissimo ilovasi chiqqan-ku, Bellissimo ilovasidan dastavka qildirdim. Ha, bu yoqda aksiya ketyapti 100 ming so'm degan. Bu qanaqa? Ilovani ichiga kirib savat 100 ming so'mga to'ldirsangiz, sizga 100 ming so'm degan promokod beradi. O'sha promokoddan pepperoni 25 santimetrlik pizza olsangiz bo'ladi, bepul. Undan tashqari bu promokoddan 3 marta foydalansangiz bo'ladi, 10-avgustgacha. Tushundim. Quduqni ko'chiramiz. Nimaga? Ilhom Salarkachi endi o'zimga tushuma kirdi. O'zi o'yi suv bosib ekan. Quduqni ko'chiramiz. Turinglar. Sizlar hamda oilasizlarga nasib qilsin. Qara. Chizganni qara, buni yurakchilarni qara. Yurakchilar. Kimda xom chiqsa o'sha eriydi. Bo'ldimi? Kelin boshi sarpoy boshimizni bermadimi? Yo'q, ko'p narsa o'qigan. Parfyumeriyalarni ko'rsataymi? Faqat shuni kiyim-kecha bermadimi? Boshdan oyoq qilgan polni, italyanskiy qilgan. Mana Sparchivkaning dodasi Yevropani pulida 7809 so'm dollarga olgan ekanlar. Eski narsa berib olganmi? Nima deyapsan? Bu hozir trend ekan-ku, hamma nazar berib klipiga kiyapti ekan-ku. Hozir bitta kostyum shuni ko'rsataymi to'yga kelyapman. Ha, qani ko'rsatdi? Men qiziqaman-da. Buni borku Yevropaning dollariga 876,5 ming dollarga olgan ekanda buni. Jarmi? To'g'ri oldim. Otasinikini berib oldim. Nima menimcha katta bu? Hozir katta trend ekan, katta trend ekan hozir. Hozir zo'ra bor lekin devonasi bor, buni ko'rib aniq o'zlari bo'lib qoladi hozir. Qara. Haqiqiy Italiya moli deydi-ku. Mana shu ekanda buni borku 4,849 dollarga olgan ekan bechora. Upakovkasini qaranglar, doda qilgan. Haqiqiy teridan bo'lgan. Qaranglar, ko'jani sifatini qaranglar. Ha, buningni faqat idishi italyanskiy ekan-da, uni ittalaganmi nima bu? Nima kulyapsanlar, ha? Nima kulyapsanlar? O'zlaring qayerdan kiyingansanlar? Mana shu ustimdagi finkan ko'ryapsanmi sifatini? 149 mingga Embazardan olganman. 149 mingmi shu? Mana Embazardan olganman. Shimchani qara, 144 ming. Mana qara, komplekt klassikini 300 ming so'mga oldim men bozordan. Muncha zo'rsanlarning kiyimlaring. Gapirma. To'xtang Bobur aka, kechiring. Almashtirib beraman. Gapirma jon. Sharmanda qilding jo'ralarning oldida. Bo'lib tavodni qaytaraman, senga uylanmayman. Qanday ekan italyanskiy koshini kurtgan? Italyanskiy? U italyanskiy emas, italaganskiy ekan. Hoji Akbar aka, jigar, pulingizni ko'zingizga tiqib o'tirmasdan, mana shu parchamni oling. Sizga yarashaveradi. Ha, aka, nima qilyapsiz? Men mashinamni sota olmayapman. Internetga shunday qilib qo'ysam ketarmikan deyapman-da. Nima ukangizni oldidan bir og'iz o'tmaysiz, o'zim olib qolaman-ku, jigarim bo'lsangiz. Sen olasanmi? Ha, olaman, nima deganingiz u? Kraskasi tozami, cho'tkimi? Ha, toza. Ha, bo'ldi, men olaman, bering kalitni. Puling bormi? Menga srochni kerak deb qo'ydim. Ha, bir haftada qilib beraman, Bo'ldi, sotsam o'zim jigarimga sotib. Barakam aka. Baraka. Ha, aka, nima o'tiribsiz? Keling, Yaxshimisiz? Keling, yaxshimi? Rahmat. Uka, Kak kraskalingizni osh qilgan. Yuring ichkarida gaplashamiz.
Yuring, Kiyimingizni qo'lishini boshlab bo'pti aka, ketib turing, sog' bo'ling. Charchamang, xo'p, rahmat. Vel, so'rolmadim. Osh deb uyaldim-da. Jigarimda padargal chalpak qanday so'rayman? Qanday so'ray, jigarim-ku. Aka, nima g'aflat bosib o'tiribsiz? Assalomu alaykum. Kelinga endi meni bosib yotibdi. Sana mana spark pulni Yuring, ichkari kelingiz mastava qilgan. Yuring, issiqini qarang. Pulchi, pul spark. Mastavani ichib ko'ring siz, mazasini ko'rasiz. Mastasi qanday bochkanikidaymi? Undan ham zo'r. Tog'nikidan zo'r dedim, mastavangizga bo'pti aka, ko'rishamiz, sog' bo'ling. Tog'ni emas. Yo'q. Yana so'ramadim. Shoq. Ukam bo'lmaganda uying. Ha, xotin. O'lib ket. O'liblar ketgan bitib yurmay, maylimi? Ha, sen yana o'lgan murdashav. Aka, nima tushundingizmi? Nima joningizdan to'ydingizmi? Ha, jonimdan to'ydim. Bosib ket mashinangni mani. Sabab nima? Bitta sparkcham bor edi. O'shani o'zim jigarim ukamga sotgandim. Haligacha pulini bergani yo'q. So'ra olmayapman ham. Undan ko'ra A bozorda sotsangiz bo'lmasmidi? Qanday sotaman? A bozor ilovasida tez sotish bo'limi bor. 24 soat ichida mashinangizni sotsangiz bo'ladi. Bir kunda sotsa bo'ladimi? Qanday sotaman? Mana A bozor ilovasiga kirasiz, tez sotish bo'limida e'lon joylashtirasiz. 24 soat ichida A bozor ishonchli savdogarlari sizga narx taklif qiladi. O'ziga yoqqan narxda mashinani sotasiz. Hech kim sizni ortiqcha bezovta qilmaydi. U pullimi u? E'lon berish mutlaqo tekin. Bo'ldi. Sparkchamni A bozorda sotaman. Turing, soting, bo'ldi. To'xta. Bosib ket meni mashinangda. Yana nima bo'ldi? Nimamni sotaman? Mashinam yo'q-ku. Jigarimda-ku. Endi meni boshqalar deyishim yo'q. Bumi divanlarga har doim hozir sinadigan qo'rquv bilan o'tiraman. Mushuga farqi yo'q. Bumi sezgi organlari davno o'lib ketganda bo'lsa, ventilyatorga shamol qilib o'tirganlardan bilsanglar bo'ladi. O'tirgandan keyin turish bir azob, pul esa tugagan. Demak, bo'lib to'lashga olishimiz kerak. O'zi ham bir nechta do'konlarga kirdik. Uzum to'lov bormi? Yo'q. Kechirasiz, uzum to'lov bormi? Nima edi u? Qo'ysanglar bo'ladi-ku. Uzum to'lov bormi? Bor. Mana buni olamiz. Mana buni ham olamiz. Voy, mana buni ham olamiz. Voy, mana albatta olish kerak. Pulini to'lamasangiz ovrar ekansiz-a, buvi? 5-inchisi ketdi. Nima bo'ladi? Mebelni tekinga beryapti? Telefondan to'lashyapti-ku. Ha, bu ani uzum to'lov degani bo'lsa kerak, biz ham shunaqa qildirishimiz kerak. Biz ham qildiramiz. Qachon? Ertaga. Yo'q, men hozir kelaman. Hozirdan qildiramiz. Nimaga aynan uzum to'lovini qidirding? Chunki uzum to'lov bilan bo'lib to'lash imkoni bor. 30 kun ichida to'laydigan bo'lsa, hech qanaqa ortiqcha to'lov olasiz. Har bir xaridimizdan 5% gacha cashback olishimiz ham mumkin. Uzum to'lov bormi deb hamma joydan so'rang va to'lagan pulingizdan 5% gacha cashback oling. 30 kun ichida bo'lib to'lasangiz hech qanday ortiqcha to'lovlarsiz.